Assalomu alaykum. Oltiariq Chorva kanalining obunachilari, uzoq yaqindan kuzatib borgan ikki opa singillar. Men sizlarga ikki bosh sigir, ikki bosh buqalar ko'rsatmoqchimiz. Sutdan chiqqan buqalar ko'rsatmoqchimiz akalar. Ko'rib, mashalloh deb kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar. Havas qilganlar, laklab bosib tashaverasizlar. Biz video rolik boshladik akalar. O'zimiz uydan videoobzor qilyapmiz akalar. Bu nechinchi qoringa bo'g'oz? Bu kishi 8 ekan. Aha. 3-chi yo 4-chi qoringa bo'ladi-da. 8 ekan, yo 3-chi yo 4-chi qoringa bo'g'oz ekan. Necha oylik bo'g'oz? 8 oydan o'tgan, 9-chi oyda hozir. 8 oylikdan o'tgan, 9-chi oyga o'tgan. Mana akalar. Tepalari ham rosa kelgan. Haqiqiy sut yo'nalishdami, go'sht yo'nalishdami? Ular simentallar sut go'sht yo'nalishda bo'ladi. Sutni nechta bergan ekan? Sut og'zida. Sut og'zida. Qancha beradi, unday bo'ladi, unday bo'ladi. Bunga gap kerak yo'q. Sut og'zida. Qancha bersa shuncha beradi. Yemni ko'p bersa ko'p beradi, oz bersa oz beradi. 2-3-chi qorinda nechta bergan ekan? Firmada endi ana moncha litr bergan, moncha litr bergan deyilmaydi. Shu stabilni 25 ta simental beryapti turgan bo'lsa, o'sha 25 tani beradi. Qayerdan oladi endi bular? Привозной narsami yoki o'zimizda? Astriski tozda. Hatta yozib o'tiribdi yelkasida. Mana akalar. Quloq verkalari ham. Xullas olasizlar. Necha kutsalaring? 15-20 kunda tug'adi. 15-20 kunda tug'sa, olib borasizlar uylaringga. Bu tuqqandan keyin xohlasalang, bola qo'shasizlar, xohlasalang bolasini sotib yuboraman desalang, bolasini ham 15-16 millionga olishadi, xudo xolasa akalar. Juda ham bolajon, bola tanlamaydi ama. Yelini to'ralar yenidan sutdan sut chiqadi. Yeliniga, to'ralar oyog'iga, yeb ichishiga, qonini tozaligiga garantiyasini beramiz. Mana akalar orqalari. Mana tepalari ham. Lekin juda semiz narsa akalar. Endi buni sigirdan qanday foydalansa bo'ladi, qanday foyda qilsa bo'ladi deyishadi. Obunachilar bunga nima deysiz? Sigirni xohlasa sutidan daromad qiladi, xohlasa bolasidan daromad qiladi. Ikkita buzoqni qo'shib turib yemizsa, ikkalasini ham to'ydiradi bemalol. Ikkitani bemalol to'ydiradi. Biz qiladigan ishimiz asosan o'sha buzoq qo'shamiz. Buzoq qo'shib, hozir ko'rsatadigan sigirimizdan bola boqyapti. Buni ko'rsatib o'tamiz hozir. Qanaqa qilib sog'ilyapti, qanaqa qilib sog'iladi, qanaqa qilib emizish jarayonlarini ko'rsatib qo'yamiz. Keyin bunga bir oyda qancha daromad qoladi, bir yilda qancha daromad qoladi? Shunisi kelganman. Yiliga o'zini yeb ichganidan, bolasidan tashqari $3000 daromad bor. $3000 daromad bor bitta sigirdan. Hozir $3000 ham ko'payib ketdi. Go'shtlar, mollar narxi oshdi. U sigirning narxini ayting endi. Narxi necha pul? Arzonroq qilib kelishtirib aytaverasiz. Narxini bo'ladiganini aytaymi, qanaqa qilib aytay? Bo'ladiganini aytavering-chi. Bo'ladigani 50 ming so'm, shunday sanashadi. Olib ketishaveradi 50 million so'm. 50 million so'm. Olib ketaverasizlar ekan akalar. Dastlabki xizmatlari ham bor-a? Kelishib mashinani gaplashib beramiz, o'zlari hal qilib oladi. Mashinani topib beramiz akalar. Yo'l kirasiz, sizlardan bo'ladi. Lekin sigir juda katta narsa. Videoda katta kichkina ko'rinaveradi, lekin bo'ylari ham, semizliklari ham rosa kelgan akalar.
Buni bir xil joylarda yelinini ishirib chiqarishadi, lekin bu hozir ishimagan. Yillar ham. Jonavor juda katta narsa. Hozirdan dummasa bo'lgan akalar. Bitta tonnali deyilayotgan mol mashi bo'ladi. Sementalni bundan kattasi bo'lmaydi. Eng kattasi shu. Eng kattasi shu. Ana quloq berkalari ham. Ati. Akalar. Hozir naryoqdagi sigirni ham ko'rsatamiz akalar. Mana akalar, ikkinchi sigirimiz. Go'zallaridan mana. Bokilari. Bu nechinchisiga bo'g'iz? Bunisi uchinchisiga. Uchinchisiga Gumon. Uchinchisiga gumon. Akalar. Ikkita tuqqan, uchinchisida balki qonida bo'lishi mumkin, balki bo'lmasligi mumkin. Buqasi yurgan, qo'y aniq ko'rilmagan. Ichida buqa yurgan. Bo'lasa, buqani ham ko'rsatib qo'yamiz. Buni endi bo'ylari necha chiqadi? 1,5 chiqadimi? 1,5dan past. Baland bo'lsa balandki past bo'lsa. Sementaldan eng kattasi shu, bundan katta bo'lmaydi. Akalar. Necha litr sut beryapti hozirda? Buni sutini o'lchaganimiz yo'q. Ikkita bolani boqadi. Hozir emizish jarayonlarini ko'rsatib qo'yamiz. Ikkita bolani bemalol to'ygizadi. Kalbasa qilib boqadi boqqanda. Akalar. Buni narxi necha pul endi? Narxini kelishsa ustida ko'rib gaplashsak ham bo'ladi. Xohlasa ena bola qilib uzoq qo'shib beramiz. O'zini olaman, o'zini oladi. Puli yetmaganlarga o'zi, bo'lmasam bola qo'shib beriladi, to'g'rimi? O'zini olaman deganga bo'ladigan 35 millionga beramiz. 35 million. Bola qo'shib bersin desa, bolasini narxini kelishamiz. Bola ham qo'shib beraveramiz. Bu qochasidan deydimi, polvonidan deydimi, Oqa oyog'idan deydimi, ha? xohlaganiga. Mana akalar. Bo'yin ingichka haqiqiy sut yo'nalishda emas. Xudo xolasa. Endi buzoqlarni ko'rsatamizmi endi? Emizish jarayonini ko'rsataylikda, odamlar qanaqa qilib emizishni, qanday baylashtirgan shu oladi. Bo'ldi. Hozir ko'rsatamiz akalar. Emizish jarayonini. Mana akalar. Emizish jarayonlari. Mana buzoqchasi. Oyog'idan. Bokilari. Mana akalar. Mana shunday qilib baylab olsa, har qanday yomon tepadigan bolam qimillab o'tiradi. Hozir mana shu baylaqdan keyin ikkala orqa oyoq ishlamaydi. Nervni qisib qo'yamiz baylab. Hozir bu yelindi bag'idan, bu suvedi, u suvedi bag'idan, ha? Shunday qilib bitta tortib baylasa, ikkala orqa oyoq ishlamaydi. Agar qotillaydigan bo'lsa, mol yiqiladi. Qaysi birini endi ena bola qilib beriladi? Xohlasa mana shu buqasini beramiz. Bunasini ko'rsatmaymiz, buqasini berishimiz mumkin. Xohlasa nariga buzoqni qo'shib beramiz. Bunisi necha oylik bolasi? Bolasi 2 oylikka yaqinlashadi, 1,5 oylik atrofida. 1,5 oylik atrofida. Bolasini o'zi necha pul? Yo bolasini o'zi sotilmaydi, ena bola sotilmaydi. Qo'shib bersin deganga qo'shib berishimiz mumkin. Narxini kelishib turib qo'shib berishimiz mumkin. Bo'lmasa sigirni o'zini olaman degan odam bo'lsa, sigirni o'zini ham olaveradi. Sigirni narxi necha pul? Narxini aytding? Narxini aytdik. Bo'ladigan 35 million so'm sigirni narxi. Ikkita bolani xuddi mana shunday qilib, xudo xolasa kalbasa qilib tarbiyalab beradi. Bizda уже ikkinchi partiya bolani boqyapti hozirga. Ikkitadan boqaveradi, qo'shib qo'ysa. Ki buqalar Vobshem injiqlar, pachka narsalar bari. Asosiysi sigirni qoni toza, yeb ichishi joyida, suti normalniy, yenlari yumshoq, oyoqlari yaxshi. Behijolat. Qayerda moli bu? Bu Slovakiyaniki. Slovakiyani moli. Bu Slovakiyaniki. Quloq yelkalari. Bo'yning ingichka. Bo'yning ingichka.
haqiqiy dehqonlar olsa, olib baraka Semiz topadi. bo'lmaydi bular. Berganiga yarasha sut beradi. Ha. Biz oldin ham agar obunachilaringiz ko'rgan bo'lsa, Abror Rus kelib chiqargan vaqtda ham buzoqlarni mana shu sigirga emizib chiqarganmiz, ko'rsatganmiz, axtarishsa topishadi. Ular raqami 015. 015 ular erkasi. O'tgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.